Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi seximizda bitta ish qilib tayyor pritseplar bir qator obzor qilib o'tamiz. 2 mostlik pritsepimiz 260 ga 160 mana. Risollarga e'tibor qilasizlar o'rtoqlar. Juda baquvvat risollardan qilingan. Traktorning teleskasini risollardan qilingan. Mana mayda mollar chiqib ketmasligi uchun pastga qator ko'proq qo'yilgan profillarimiz. Qalin profillardan qilingan. Ramalar 2 qator 8lik shivirlardan qilingan. Pritsep ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida, Osiyo bozori yonida. 1 mostlik, 2 mostlik tayyor pritseplarimiz ham bor. Bir qator obzor qilib o'tamiz. Bu 2 mostlik pritsepimiz bu zakazga tayyorlangan. Ertaga egasi olib ketyapti buni. Xudo xolasa balonlar yangitdan qo'yamiz. Boyagi atrajitenli narsalarini endi yopishtiramiz. Pritsep ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida. Tayyor pritsepimiz hozir bir 4-5 ta borda. Ichkaridan zakazga tayyorlanyapti. Pritsep ishlab chiqarish manzilimiz Qarshi shahrida, mashina bozori yonida. Murojaat uchun mana telefonlarimiz. Murojaat uchun 99 577 46 46 88 528 46 46 nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Hozir bugungi sanamiz 2026 8-fevral sanasidamiz. Manzilimiz tushuntirib o'tadigan bo'lsak, mashina yer qo'rg'ondan kelaverishda, mashina bozori yetmas 8 etajli domning ro'parasida mana 6 ta suhrob servis mana. Har xil 1 mostlik, 2 mostlik pritseplarimiz tayyorlari ham bo'ladi. Zakaz asosida ham tayyorlab beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab bemalol dastlabki xizmatimiz bor, lekin faqat kelishgan holda. Dastlabkamiz tekin emas. Qashqadaryo bo'ylab tekin qilib berishimiz mumkin. Mana. Qaptevaga parkoplar taqilgan, o'zimiz xorazmlikmiz. 5 yil bo'ldi shu yerda zo'r pritseplarni obunachilarga, klientlarga chiroyli tarzda xizmat qilib yetkazib berib turibmiz. Qo'ldan kelganicha laklari bosib, obuna bo'lib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz o'rtoqlar. Labolarga ham rishotka, ten qilib beryapmiz. Labo, changam ish qilib, ularga ham har xil tentli xizmatlarni qilib beryapmiz. 1.66 ga 2.60 razmerda ekan bu 1 mostlik pritsepimiz. Mana bu yerda 2 mostlik boshlangan. Bayram 2.5 ga 1.5 edi bu. 2.5 ga 1.5 razmerda. Bunisi 2.60 ga 1.60 bo'lsa kerak. Yo'q. Ish qilib 3 ta pritsepimiz zakazga boshlangan. Xudo xolasa. Bayram charchamayapsanmi, zo'rmi? Ha? Ha. Nimani qantashgani uchun ham yangi oldiribsanmi deyman, ha? O'rtoqlar, hozirlikcha mana shu pritseplarimiz tayyorlari bor. Xudo xolasa layklari bosib, obuna bo'lib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'ysak, obunachimiz ko'paysa, xalqqa chiroyli xizmat qilamiz degan umidda Xudo xolasa shu bel bog'laganmiz. Layk bosing, boy bo'ling, obuna bo'ling, ish qilib tarqatib qo'yamiz-da. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.